So let's get started, guys. And our topic is 16th, and the topic is communication. Hop, ya'ni aloqa, ya'ni munosabat deb gapirsak ham bo'ladi. Bu yerda aloqa haqida gapiryapmiz. Ya'ni aloqa turlari bu yerda, ya'ni maktub bo'yicha yoki email bo'yicha yoki internet bo'yicha, telefon bo'yicha ketadi. Hop, A part letter. Letter degani biz yodlaganmiz, ya'ni maktub, xat deb yodlagansizlar, buni bilasizlar. Xat, maktub. Hop, xat, maktub. Birinchisi adres. Adresda yozilishiga ehtiyot bo'linglar. Ya'ni bu yerda manzil deyilgan, lekin ikkita D va ikkita S bor. Shu narsaga ahamiyat berib qo'yinglar bolalar. Ya'ni manzil bu degani bilasizlar. Adres. Xo'p, keyingisi letterni bilasizlar. Xat, maktub degani date esa bu yerda sana bo'lib kelyapti. Xo'p, envelope o'qilishiga e'tibor beringlar. Envelope emas, envelope o'qisanglar to'g'ri bo'lsa kerak. Ya'ni bu convert degani, ya'ni xatni o'rab turadigan qism. Hop, stamp degani bu yerda muhr yoki pechat degan ma'noni bildirardi. Muhr yoki pechat degan ma'noni bildirardi, to'g'rimi? Hop, letterbox degani bu yerda pochta qutisi yoki xat, maktub qutisi desanglar ham bo'laveradi. Hop, don't forget to put a stamp on the envelope. Ya'ni konvertga muhr urishni yoki pechat urishni esdan chiqarmang yoki don't forget to post the letters. Post degani bu yerda jo'natmoq degan ma'noni bildiryapti. Ya'ni bu pochta qutisiga jo'natmoqqa nisbatan aytyapmiz. B part email and internet. Xo'p, kompyuterni bilasizlar, bolalar. Kompyuter deganda bu ekran nazarda tutilmaydi. Ya'ni bizda sistemli blok qismini kompyuter deymiz, screen esa bu yerda monitor qismi bo'ladi. Ya'ni monitor qismini biz screen deymiz. Keyboardni bilasizlar, ya'ni keyboard emas. Keyboard ya'ni bu yerda klaviatura, mouse bilasizlar, laptop degan kompyuter, memory stick esa xotira kartasi bu. Hop, aytyapti ekan, Olivia gets a lot of emails from New York. Ya'ni Olivia New Yorkdan ko'plab emaillar qabul qilib oladi. Ya'ni get ma'nosi har xilda bu yerda. You have to be careful what information you give people online. Ya'ni siz insonlarga onlaynda berayotgan ma'lumotlaringizga ehtiyot bo'lishingiz kerak deb gapiryapti. Keyingisi what's your email address? Ya'ni email adresingiz nima? Manzilingiz. Xo'p, buni listening ham ta'kidlab ketdik bolalar. Ya'ni bizda kuchukchani bular nima deb aytardi? Ya'ni at deb gapiradi. Shu narsani bu yerda ham ta'kidlab ketyapti. Va imенно emaildagi nuqtani gapirmoqchi bo'lsak, biz o'sha nuqtani dot deb gapiradi. O'sha emaildagiga nisbatan nuqta, ya'ni dot. Ya'ni mall@cop.com. Shuni holatda. C part telephones and mobile device. Telefonlar va mobil qurilmalar deyapti ekan. Sizlarga savol. Mobil degani nima degani o'zi? Hm? Behruz nima degani mobil? Mobilniy deb gapiramiz. Nima degani u? Behruz. Bilmadim domla. Hop, mobilniy degani bolalar qo'lda ko'tarib yursa bo'ladigan yoki o'zingiz bilan olib yursa bo'ladigan degani. Misol aytaylik, telefon degan narsa bor. Ya'ni misol aytaylik, telefon deganda biz uyali telefonni nazarda tutmaydi hech kim. Ya'ni mobile telefon deydigan bo'lsak, ya'ni yonimizda ko'tarib yuriladigan degani. Mobile degani ko'tarib yursa bo'ladigan, olib yursa bo'ladigan deb yozib qo'yapman uni. Olib yursa bo'ladigan. Har joyga ko'tarib yura olasiz degani. Mobile device, mobil qurilma. Ya'ni device o'zi bu yerda qurilma bo'lib kelyapti. Istalgan o'sha to'kka ishlaydigan narsa bu qurilma hisoblanaveradi bolalar. Qurilma. Hop, mobile bilamiz. Phone box bu telefon qutisi. Hop, keyingisi Yuan makes a lot of phone calls. Esinglarda bo'lsa biz ya'ni make a call degani nima degani edi? Ya'ni qo'ng'iroq qilmoq degan ma'noni bildirardi. Ya'ni bu collocation hisoblanardi bolalar. Ya'ni call deb ishlatsa ham bo'ladi. Lekin inglizlar og'zaki nutqda ko'pincha collocationlardan foydalanadi. Qo'ng'iroq qilmoq.
Ya'ni Yuan makes a lot of phone calls. Ya'ni ko'plab qo'ng'iroqlar qiladi. He phones his girlfriend every day. Ya'ni u qizchasiga har kuni qo'ng'iroq qiladi deyapti ekan. Keyin esa I always take my smartphone with me. Ya'ni har doim smartfonimni o'zim bilan olib yuraman. I never turn it off. Ya'ni hech qachon uni o'chirmayman. Xo'p, keyin esa what's your phone number? Ya'ni telefon raqamini so'rayapti. What's your mobile number desa ham o'sha narsa. Bitta narsani bilib ketinglar. E, Inglizlar bizga o'xshab, ya'ni 788, 12, 95 deb gapirmaydi telefon raqamini. Ya'ni har bittasini aytib chiqadi. Ya'ni 6, 7, 8, ya'ni 07, 07, 1, 8 deb aytishi mumkin. Bizda istisno holatlari bor. Ikkita keladigan bo'lsa, double deb gapirishi mumkin. Double degani bu ikki hissa deb gapirganmiz. Ya'ni misol aytaylik, 6, 6 demaydi, double six deb gapiradi. Double six degani ikkita oldi degan ma'noda. Hop. Keyin esa he's not answering his phone, ya'ni u telefoniga javob bermayapti. I will leave a voicemail. Voicemailni bilasizlar, ovozli xabar degani. Chet elda bu juda ommalashgan. Ovozli xabar. U Telegramdagi ovozli xabar emas bu. Mobil ishlatadiganlar biladi buni. Ya'ni I will leave a voicemail and I will text him. Ya'ni unga yozaman. Send degani ham jo'natmoq, tekstni bilasizlar. Depart expressions. Hello. Hello, it's Nick here. Can I speak to Ahmed, please? Bitta narsani ta'kidlab ketay bolalar, bu yerda ham takrorlanyapti. Telefonda bo'layotgan suhbat uchun biz hech qachon I am Abdulvosit deb gapirilmaydi. Ya'ni it is Abdulvosit deb gapiramiz. Misol aytaylik, sizlar telefonda gaplashayotgan bo'lsangiz, it is Behruz deb gapiriladi-da. Hech qachon I am Behruz deb gapira olmaymiz telefonda bo'layotgan suhbat uchun. Buni oldin ham tushuntirib ketganman. Behruz deolmaymiz. Bu yerda it's Behruz here, ya'ni bu yerda Behruz deb gapiramiz. I'm sorry he's not here at the moment. Kechirim so'rayman, bu yerda emas hozir. Can I take a message? Take a message degani xabar qoldirmoq degan ma'noni bildiradi. Xo'p. Keyin esa thanks. Could you just tell me a call? Ya'ni qo'ng'iroq qilganimni aytib qo'ya olasizmi? I'll call back later. Call back degani qayta qo'ng'iroq qilmoq degan ma'noda bildiradi. Yeah. Hop, keyin esa okay, I'll tell him goodbye. Bye. Tugat. Bu ya'ni 16-unit edi.